Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Xo'p, mana bu xonadonga 2 dona shotlanka uslubda eshigimizni stanovka qilib berdik. Keyin bir yo'li plyunslarni ham stanovka qilib berdik. Eshigimizga stimul mexanizm qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Stimul mexanizm 3 tadan oshib qo'yildi. Aynaklari ko'k aynadan qo'yilgan. Quluplari ham chiroyli qilib o'yib stanovka qilingan, yopilishlari ham cho'tki bo'ldi. Bu xo'p, orqa tarafdan ko'rinishi, orqa taraflarini dabor bilan ashibga qilib berdik. Keyin ashi 3 ta xona bo'lsa, uchalasini ham plyunslarni pastlarini qilib berdik. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqyapti. Bunisini ham orqasi shunaqa daborli, ikkalasi bir xilda. Xo'p, kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.